Hozir sen olisdasan, mendan uzoq. Sapar! Bo'ldi, prosta esga tushib ketdi. Hozir sen olisdasan, mendan uzoq. Aytgancha Sapar, bu Talasda bir zo'r mullangiz bor ekan-ku. Ey, boqvoy, sen shunaqa narsalarga ishonib yursanmi hali? Ey, kelinjon, hayot degani shu-da. Taniysanmi? Kim ekan u, kim? Jumadillo ota emasmi? Ha, o'sha. Ey, boqvoy, u juda nafasi o'tkir mulla. O'cha не только Qirg'izistonda, kerak bo'lsa butun SNGda taniqli kishi. Lekin boqvoy, unga zarani kamida 1,5 yil oldindan yozilish kerak-da. Borganda sirazi qabul qilib bermaydi. To'xta, gaplashib ko'raylik hozir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ey, ertaga Jumadillo ota biz tarafga o'tadimi? So, xullas bir ish bor edi. Bir aytishga boray. O'sha qiynalyapti-da. Og'ir ahvolda. O'shani bir ko'rib, ozma-oz o'qib qo'ymaydimi, ha? Shuni iloji bormi? Voy, bo'ldi unday. Bo'ldi. Davay, krasavchik, o'pdim, quchoqladim. Aha, rahmat. Mana boqvoy. Можешь не благодарить меня. Как раз o'zi amri ma'rufga ketayotgan ekan. Ertalab nasib qilsa, borib turib, fotoxonadan keyin bemalol sizlarni olib borib kelsak, ertasi kuni men sizlarga Talasni ko'rsataman. Keyin sekin qaytamiz. Buyursa. Aytgancha pasport olganmisizlar, через Qozog'iston kiramiz hozir. Nega Qozog'iston orqali o'tamiz? Ey, boqvoy, sen kelinni sostoyaniyasini ko'ryapsanmi? Yo'l o'rtasida bir narsa bo'lib qolsa men nima qilaman? Ikkita перевалdan o'tishimiz kerak.